Ko'chalarning birida o'g'irlik sodir bo'ldi. Sport formasi kiygan kishi xonadon yonida turgan Cobalt markali avtotransportni minib olib qochganligi yaqin atrofdagi yashirin kameraga tushib qolgan. Belgilangan tadbir natijasida tezkorlik bilan ushlangan avtotransport o'g'risi avtomashinani o'g'irlamaganligi, balki batafsil muxbirimiz lavhasida. Mana aybim yo'q, aka. Nima shantaj qilyapsiz? Men uydan telefonda gaplashib chiqdim xotin bilan, nerv bo'lib. Shu mashinaga o'tirdim, ketdim. Bir payt sizlar keldingizlar. Men qayerdan bilay buni Cobalt ekan? Shu propanda yurar ekan bu. O'zi meniki Matiz, metanda yuradi. Mana aybim yo'q, aka. Cobalt bilan Matizning farqiga bormay qoldingizmi? Nima farqi bor? Ikkalasi bir zavoddan chiqadi-ku. Aka, yana bir narsa aytsam bo'ladimi? Hurmatli haydovchilar, mashinangizni qayerga qo'yishdan qat'iy nazar, mashina eshigini qulflab yuringizlar. Menga o'xshab tuhmatga qolmaysizlar. Cho, qalay chiqdi? Videoda transport egasi avtomobilning eshiklarini ochiq qoldirganligi sababli o'g'ri eshiklarni ortiqcha harakatsiz ochganligini ko'rish mumkin. Tushunmovchilik orqasidan kelib chiqqan jarayon to'g'risida aholi fikrini ham o'rganib ko'rdik. Ko'chamizga xush kelibsizlar. Hozirgina bir kulgili holat bo'ldi-da. Men o'zi taksistman. Shunday taksi bilan kelsam, bu yerda kipish bo'lyapti. Mau, cho'za Santa Barbara bo'lyapti-da. Qarasam, meni jo'ram, u bola meni jo'ram bo'ladi. Ivanazavr shunday kelibdi-da, birovni Cobaltni almashtirib minib ketib qolibdi. Oldin ham o'sha jo'ram meni mashinamni almashtirib minib ketib qolganda, o'zi sal galvanometrroq u bola. Shuning uchun birovga kechirasizlar-da endi. Bo'lib turadi bunaqa holat. Shundan so'ng men mashinamga pult qo'yib oldim. Mana hozir mashinam ochiq qolsa, mana bitta bo'lsam mashinam yopiladi. Hurmatli haydovchilarga ham shu narsani tavsiya qilamanki, mashinalaringizga pult qo'yib olinglar, iltimos. Sizlar ham mana shunday bir kulgili holatlar yuz bermaydi-da, mashinangiz ochiq qolmaydi. Ayni damda holat tafsilotlari chuqurroq o'rganilmoqda. Ishtirokchilarga nisbatan tegishli tartibda tushuntirish ishlari olib borildi. Dmitriy Kochayev, Frederick Cobalt.tv uchun maxsus tayyorlandi. Ushbu video hazil tariqasida va kayfiyatni ko'tarish maqsadida real voqealarga asoslanmagan holda suratga olinib, tarqatilmoqda.